Demak, 1.9 kitobidan keyingi mavzuyimizga keldik. Funksiyaning juft va tog'ligi. Xo'p, misollarni yechishdan oldin biroz tushuntirish berib ketaman. Juft funksiya qanday funksiya? Juft funksiya bor, bizda tog' funksiya bor. Va bu yerdan juft ham, tog' ham emas bo'lgan funksiyalar bor. Juft funksiya barchasini y teng fx funksiyaga nisbatan qarasak, juft funksiya bo'lishligi uchun har bitta x o'rniga men minus x ni qo'yganimizda, bu yerda yana dastlabki berilgan funksiya qaytib qolsa, bu juft funksiya deyiladi. Tog' funksiya har bitta x o'rniga minus x qo'yganimizda, oldiga minus chiqarilgan holat fx shakliga kelib qolsa, bu tog' funksiya deyiladi. Masalan, juft ham, tog' ham bo'lmagan funksiyalar qanaqa funksiyalar? Biz x o'rniga minus x qo'yganimizda bu ko'rinishga ham kelmay qolsa, bular juft ham, tog' ham emas bo'lgan funksiyalar deyiladi. Xo'p, yana juft funksiyaga doir biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, juft funksiya, xo'p, eng muhim qoidasi bor. Bu doim a, y o'qiga simmetrik. Simmetrik bo'ladi. Xo'p, tog' funksiya esa koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Koordinata boshiga simmetrik funksiya hisoblanadi. Xo'p, demak, quyidagi misollar ko'rishni boshladik. Birinchisida savolda aytyapti, berilganlardan qaysilari juft funksiya? Juft funksiya tog' funksiyaga biz bo'lib ketamiz. Bu yerda beryapti fx funksiya mana shu ko'rinishda beryapti. Kelinglar buni soddalashtirib olamiz. Buni xo'p, yig'indining kvadratiga ko'rib olsak, x kvadrat minus 8 ta x plus 16 plus 8 ta x. Minus 8 bilan plus x qisqarib ketyapti. Bu yerda x kvadrat plusdan 16 bo'lib qolyapti. Qaraymiz endi. Biz bilamiz, mana bu juft funksiya. Demak, buni o'rniga minus x ni qo'yib ko'rsam, ya'ni har bitta x o'rniga mana bunda minus x qo'ysam, dastlabki funksiya qaytib qolsa, bu juft funksiya hisoblanadi. Demak, buni o'rniga minus x kvadrati plus 16 ham yana dastlabki holatga qaytarib beryapti. Demak, mana bu funksiya juft funksiya hisoblanyapti. Juft funksiya. Endi bu funksiyamizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu eng soddalashgan holatda turibdi. Bu yerda nima qilamiz? Har bitta x o'rniga minus x qo'ysak, minus x ni kubi plus minus x. Bu tog' daraja bo'lganligi uchun minus chiqarib oladi. Minus x ni kubi minus x. Bu yerdan endi har birida bir xillar bo'lyapti minus. Minus tog' chiqib ketsak, x kub plus x. Bu esa mana bu holatga tushib qolganligi uchun bu funksiya tog' funksiya hisoblanadi. Xo'p, keyingi funksiyamizga e'tibor bersak, xo'p, har bittasiga minus x qo'yib chiqaman. Minus x ni 4-si plusdan 3 minus x ni kvadrati plus 5. Bu esa, xo'p, daraja juftligi uchun x ni 4-si plus 3 ta x kvadrat, buning daraja juft plus 5. Demak, bu dastlabki holatiga qaytib qoldi. Bu juft funksiya hisoblanadi. Xo'p, bu 4-siga e'tibor bersak, har biriga minus x qo'ysam, minus x ning kvadrati, xo'p, bu yerda shoshilmaymiz. Minus 4, x o'rniga minus x ni qo'ydim, plus 4. Bu yerdan daraja juftligi uchun x kvadrat, bu minusga minus plus bo'lib ketdi, plus 4 ta x plus 4. Bu dastlabki holatiga ham qaytmadi. Agar bundan minus topib chiqib ketadigan bo'lsam-chi, minus topib chiqib ketsam, minus x kvadrat minus 4 ta x minus 4 holatiga kelib, bu holatga ham bu holatga ham tushmadi degani, bu funksiya juft ham, tog' ham emas. Xo'p, 5-chisiga e'tibor beradigan bo'lsak, 5-chisi xo'p, soddalashadigan holatda turibdi. Xo'p, yuqorisi mana shu minus bo'lishi kerak edi. Mana shu minus bo'lgan holatda nima bo'ladi? Buni kvadratlar emas, formulasini qo'yib ochib chiqsam, bu degani x kvadrat minus 4 va x kvadrat plus 4 holatiga keladi. Bu yerda bu ham kvadratlar emas formulasiga tushyapti. X kvadrat minus 4. Bu ikkilasi qisqarib ketganligi uchun bu yerda x kvadrat plus 4 qoldi. Bu yerdan xo'p, minus x ni qo'ysam, minus x ni qavsida kvadrat plus 4 va bu yana dastlabki holatiga qaytib qoldi. Demak, bu juft funksiya hisoblanar ekan. Juft funksiya hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Bu misolimizda mana shu berilgan variantlardan qaysi biri juft funksiya deyapti. Xo'p, juft funksiya bo'lishi uchun har biriga minus x qo'yib chiqardim. Bunga minus x qo'ysam, mana bu minus chiqadi, bu esa chiqarmaydi. Demak, bu minus 3 x modulda x plus 2 ko'rinishda. Bu esa juft ham emas, tog' ham emas. Chunki bu dastlabki berilganini ham qaytarib bermaydi. Yoki minus topib chiqib bersam, minus holatdagidek hosil qilmaydi. Demak, bu juft ham, tog' ham emas. Demak,
Bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerga minus x qo'ysak nima bo'lib qoladi? Minus x minus 6 degan aslida daraja juftligi uchun buni x plus 6 ning qavsda kvadrat taqsim 5 ko'rinishida yozadigan bo'lsak, bu dastlabkisini ham qaytarib bermayapti, toq ham bo'lmayapti. Demak, bu juft ham, toq ham emas. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunisida har biriga minus x qo'yib chiqsam, minus x ni kvadrati minus 5 taqsim minus 2x. Bu esa xo'p, daraja juftligi uchun x kvadrat minus 5 taqsim 2x bo'ladi va minus chiqarib qo'yapti oldiga. Demak, bu tog' funksiya bo'ladi. Mendan esa juft funksiyani so'rayapti. Bu tog' funksiyaligini bilib oldik. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, har biriga minus x qo'ysak, daraja juftligi uchun mana shu holatda qoladi, bu holatda qoladi, modul ham minus chiqarmaydi. Demak, bu juft funksiya hisoblanar ekan. Xo'p, 4-misolga e'tibor bersak, mana shu berilgan misollardan qaysi biri juft deyapti? Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yana minus topib chiqib ketadigan bo'lsa, minus x minus 2 degani modul xossasiga ko'ra musbat bo'ladi, ya'ni x plus 2 taqsim bu esa xo'p, modul xossasiga ko'ra minus x plus 2 bo'lishgan, lekin buni 2 minus x ko'rinishida yozsam bo'ladi. Va bu holatdan bu holatga kelib qolyapti. Bu degani juft ham, toq ham bo'lmayapti. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak, bu xo'p, bu yerda ko'rgan misolimiz bilan bir xil, bu ham juft ham emas, toq ham emas. Juft ham, toq ham emas. Xo'p, bu misolga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu juft funksiya, bu esa tog' funksiya. Juft funksiyaga tog' funksiyani qo'shsak, bu juft ham emas, toq ham emas. Ya'ni bu minus qo'ysam x kvadrat plus x ko'rinishiga kelib qoladi. Bu dastlabkisi ham emas, minus topib ketganda ham teng bo'lmaydi. Bunisi ham xato. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu degani xo'p, har biriga minus x qo'yib chiqaman. Bu 2 minus x, bu yerda minus x minus 2. Mana bu yerda aytganimdek, buni plus x plus 2 ko'rinishida yozsam bo'ladi. Bu holatdan bu holatga o'tdi. Ya'ni bir xil holat bo'lib qoldi minus qo'yib chiqqan, demak, shu javob juft funksiya bo'ladi. Xo'p, 5-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri degan. Birinchi mulohazaga e'tibor bersak, berilgan arifmetik progressiyaning ketma-ket kelgan 3 ta hadning yig'indisi o'rtadagi hadning ikkilanganiga teng deyapti. Yo'q, bunday emas. Qachon bu holat o'rinli bo'ladi? Qachonki mana bu yo'q bo'lganda, ya'ni bitta oldingisi, bitta keyingisini qo'shganimiz o'rtadagisi ikkilanganiga teng bo'ladi. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak, demak, bunisi xato bo'ldi. Xo'p, juft funksiya har doim y o'qigan nisbatan simmetrik bo'ladi deyapti. Buni dars boshida tushuntirgandek, bu to'g'ri. Oddiy misol, bu yerda bitta y teng x kvadrat degan funksiyani ko'radigan bo'lsak, mana shu ko'rinishda bo'ladi buni grafigi va mana bu a y o'qib bo'lsa, buni bunga nisbatan yopsak, buni ustiga tushadi. Demak, bu simmetrik hisoblanyapti. Xo'p, xo'p, keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, berilgan logaritmning asosi birdan katta bo'lsa, ya'ni birdan katta bo'lgan son turibdi. Bu yerdagi qandaydir a, bu esa birdan katta. Xo'p, argumentining qiymati oshib borgani sari funksiya, xo'p, qiymati kamayib boradi deyapti. Yo'q. Xo'p, logaritm a asosga ko'ra x, xo'p, bu birdan katta bo'lgan asosi bu funksiya o'suvchi funksiya hisoblanadi. Bizda mulohazada kamayuvchi bo'lsin deyapti. Demak, bu ham xato. Chunki bu o'suvchi funksiya bo'ldi. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu berilgan funksiya deyapti. Birdan, xo'p, bir degan qiymatni qabul qilish mumkin deyapti. Rostdan ham bir degan qiymatni qabul qilish mumkinmi? Xo'p, buni qiymatlar sohasiga e'tibor beramiz. Bitta formula bor edi. Xo'p, qayerga yozsam bo'ladi bu formulani? Mana bu yerga yozib qo'yaman. 4-siga bog'liq formula. Xo'p, a sinus x plus b cosinus x. Xo'p, berilgan bo'lsa, buni qiymatlar sohasi nima bo'lardi? Qiymatlar sohasi minus ildiz ostida a kvadrat plus b kvadratdan, xo'p, plus, ya'ni plus yozilmaydi odatda. Ildiz ostida a kvadrat plus b kvadratgacha bo'lar edi. Ya'ni bunda ko'radigan bo'lsak, bu yerda 1 turibdi, bu yerda ham 1 turibdi. Demak, bu minus ildiz ostida 1 kvadrati 1, yana 1 qo'shib 2 dan ildiz ostida 2 gacha. Bu yerda qiymatlar sohasida 1 degan son bor. Demak, bu javob ham to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, 5-chisida aytayapti, xo'p, jismning tezligidan hosil tezlanishni beradi deyapti. Rostdan ham bu, xo'p, hosillarning fizik ma'nosida ko'rganmiz, bu to'g'ri bo'ladi. Demak, 1, 2, 3 ta to'g'risi bor ekan. Xo'p, 4-chisi ko'rildi. Bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagi berilganlardan qaysilari juft deyapti. Xo'p, buni ham yana soddalashtirib chiqamiz. Yig'indining kvadratiga ko'ra olsak, x kvadrat plus 8 ta x plus 16 minus 8x bo'lib qoldi. Yana bu bilan ketdi-da, bu yerda x kvadrat plus 16. Minus x qo'ysam dastlabki holiga qaytyapti. Demak, mana shu juft funksiya hisoblanadi. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak,
Xo'p, har bitta x o'rniga minus x qo'yib chiqamiz. Shunda bu 7 x-inchisi plus 7 ni minus x-inchisi. Bu esa yig'indiligi uchun dastlabki holatiga qaytib qoldi. Ya'ni buni mana bu ko'rinishda yozsam, hech narsa o'zgarmaydi. Demak, bu ham juft funksiya hisoblandi. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, har biriga minus x qo'ysam bu saqlab qoladi. Xo'p, minus qo'ysam bu baribir x kvadrat, modulligi uchun bu ham plus x bo'ladi modulda, plus 5. Demak, bu ham dastlabki holatiga qaytib qoldi. Juft funksiya deb qarasak bo'ladi. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak nima ish bo'ladi? Bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, soddalashtirib chiqib ko'rsatamizmi? Xo'p, soddalashtiraylik. 125 5 kubi minus 3 buni kvadrat 25, ya'ni 75 ta x. Xo'p, plus 3 bu va buni kvadrat. Plusdan 15. Xo'p, x kvadrat shakliga keldi. Minus x ni kubi. Plus buni soddalashtirib chiqsak 125. Xo'p, plus bo'ladi. 3 buni kvadrat 25, 75 x plus xo'p 3 ko'paygan 5 ko'paygan buni kvadrat, ya'ni 15 x kvadrat plus x kub. Bu yerdan qaysilar qisqarib ketyapti? 75x minus 75x plus 15x kvadrat. Xo'p, yo'q, bular qolyapti. Mana bular qisqarib ketyapti. Va natijada nima qoldi bizda? 125 qo'shsak 250. 15x kvadrat plus 15x kvadrat plus 30 ta x kvadrat. E'tibor bersak, bu ham qanaqa funksiya bo'lib qoldi? Yana bu minus qo'ysam, holatiga qaytyapti. Demak, bu ham juft funksiya deb qarab ketsam bo'lar ekan. Demak, berilganlarning barchasi juft funksiya bo'ldi. Demak, davom etib ko'rib ketsak, bu savolimiz aytayapti, mana shu funksiyalar berilgan, qaysilari juft deyapti. Yana nima qilamiz? Har bitta x o'rniga minus x qo'yib chiqamiz. Shunda bu 25 minus x qo'ysam baribir daraja juft. Minus x kvadratligicha qoladi. Bu esa modul. Modul esa minus chiqarmaydi. Mana shu ko'rinishga qaytdi. Demak, bu juft funksiya deb qarasak bo'ladi. Xo'p, bu kabi misollarni ko'rdik. Xo'p, yig'indini kvadratga ko'rib ochsak 9 plus 6x bo'ladi. Bu yerda minus 6x bilan qisqarib ketdi. Plusdan x kvadrat. Bu esa yana juft funksiya bo'ladi. Bu ham juft funksiya. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, endi har bitta x o'rniga minus x qo'yib ko'raylik. 3 ning x-inchisi minus 3 ning minus x-inchisi taqsim x kvadrat. Mana shu funksiya juftmi? Yo'q, bu funksiya juft emas. Agarda mana shu yer plus bo'lganda bu juft bo'lardi. Mana bu holatga kelib qoldi. Bu esa juft funksiya emas. Mana bu juft funksiya, bu esa juft ham toq ham emas. Demak, bu ketdi. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak endi, xo'p, suratga har biriga minus x qo'ysam, minus chiqaradi. Minus x, bu ham minus chiqadi, chunki daraja toq. X kub taqsim. Bu yerda yana bu bunga o'xshab qoldi. Bu x kvadrat minus 2x va plus 2x ketdi, plus 1. Mana bu yer juft funksiya, bu yer esa toq funksiya. Toq funksiyani juft funksiyaga bo'lsak, yana bu toq funksiya bo'lib qoladi. Ya'ni minus olib chiqib ketsa, shu holatga qaytib qolyapti. Bu ham juft emas. Bunisiga e'tibor bersak, xo'p, arc sinus x da o'zi qanaqa funksiya? Bu toq funksiya, ya'ni minus chiqaraveradi oldinga. Minus arc sinus x taqsim sinus x ham toq funksiya, minus chiqaraveradi. Minus sinus x. Minusga minus plus kelib ketib dastlabki holatiga qaytib qoldi. Demak, bu funksiya ham juft funksiya deb qarasak bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimizga e'tibor bersak, mana shu berilgan funksiyaning qiymatlar sohasi so'ralyapti. Xo'p, qanday topamiz buni qiymatlar sohasini? Xo'p, buni soddalashtirsak bo'ladi. 3x plus 9 taqsim x plus 3 minus. Xo'p, nima 9 qildim? Bu bilan bu qisqarib ketyapti. Xo'p, keyin bu yerdan yana qoladi. Xo'p, 9 7 bo'lish uchun 16 taqsim x plus 3 minus 4 ko'rinishga keldi. Bu esa bundan 3 top chiqib ketsam qisqarib ketadi. 3 ko'paygan, mana bu yerda x plus 3 qolyapti, taqsim x plus 3 minus 16 taqsim x plus 3 minus 4. Bu yerda bular qisqarib ketdi. Demak, bu yerda nima qoldi? 3 son, bu yerda esa minus 4. Demak, bu minus 1 minus 16 taqsim x plus 3. Biz endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu maxrajida, xo'p, qandaydir funksiya hosil bo'lyapti. Maxraj hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Sonni 0 ga teng bo'lmagan songa bo'lib bo'lmagandan keyin bu hech qachon 0 degan sonni qabul qila olmaydi. Minus cheksizlikdan plus cheksizlikka qabul qilish mumkin bu, lekin 0 da qabul qila olmaydi. 0 da qabul qila olmaydi degani buni qiymati. Minus cheksizlikdan minus 1 gacha, minus 1 bo'la olmas ekan, va birlashma minus 1 dan cheksizlikgacha degan javob bo'ladi.
Xo'p, tezlashib ketgan bo'lsa, men ham tushuntiraman. Bu 0 ga teng bo'lmagandan keyin mana bu hech qachon -1 ga teng bo'la olmaydi. Shunga bu har qanday sonni qabul qiladi, faqatgina -1 ni qabul qila olmaydi. Xo'p, bu savolimizga e'tibor bersak, belgilardan qaysilari juft funksiya deyapti. Xo'p, bu yer modul qavsichi shundaylikcha qolar ekan demak. Bu esa -x. Bu tog' funksiyaligi bildirib qoldi. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak endi, biroz murakkabroq ko'rinishda berilgan, lekin biz chalg'imaymiz. Juft funksiya bo'lishi uchun qandaydir fx degan funksiya berilsa, men bunga xo'p, kelinglar, x² degan funksiyani tanlaydigan bo'lsak, f2 ni qo'ysam ham 4 chiqadi, f-2 ni qo'ysam ham 4 chiqadi. +2 qo'ysam ham -2 qo'ysam javob bir xil chiqsa, bu juft funksiya hisoblanadi. Bu yerda xo'p, 0 dan kichik bo'lgan holatda x² ga qo'yar ekanman. Demak, -2 ni qo'ysam bu 4 degan javob chiqaryapti. Bu yerga xo'p, bu yerga -2 ni qo'yadigan bo'lsam, -4 ni chiqaryapti. +2 ni qo'yib ko'rmaydi. +2 ni qo'ysam 4 chiqadi. Xo'p, +2 yo'q. +2 ni bunga qo'yaman, +2 ni bunga qo'ysam -4 bo'ladi. Xo'p, -2 ni bunga qo'ysam 4 bo'ladi. Qarasam buni qiymatlari har xil bo'lgan. Demak, bu juft emas. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak endi. Xo'p, bunga nisbatan mana bu funksiyani tanlab olamiz. fx funksiyani, x degan funksiyani tanlab olaylik. Masalan, bunga -2 ni qo'ysam, f-2 teng bo'lishi kerak -2 ga, f2 ham teng bo'lishi kerak -2 ga. Shunda bu juft funksiya bo'ladi. Xo'p, bu yerga -2 ni qo'yadigan bo'lsam, buni qiymati -2 chiqadi. Bu yerga xo'p 2 degan qiymatni qo'yadigan bo'lsam, buni qiymati -2. Demak, har ikkala plus qiymatda ham minus qiymatda ham bir xil javob chiqadi degan bu juft funksiya degan. Bunisiga e'tibor bersak, x o'rniga -x qo'ysak, bu minus xo'p -x ning qavsida kvadrat +2. Bu esa -x² +2 ni qaytaradi. Demak, bu ham juft funksiya hisoblandi. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak endi, daraja tog'ligi uchun bu minus chiqarib yuboradi, -x3. Bu ham daraja tog'ligi uchun minus chiqarib yuboradi. Har ikkalasida minuslar bir xil, minus topib chiqib ketsam, +1/x3. Ya'ni xuddi shuni minusiga to'g'ri kelib qoldi. Demak, bu tog' funksiya. Xo'p, endi bunisiga e'tibor bersak, xo'p, mahrajni ko'paytirib chiqargan bo'lsak, bu degani x² - -2 bu bilan bu qisqarib ketadi. Demak, bu y teng x degan funksiya ekan. Bu esa tog' funksiya. -x qo'ysam, xo'p, -x holatiga qaytib qolgani uchun bu funksiya ham tog' funksiya hisoblanadi. Demak, quyidagi misolimizga e'tibor bersak, berilganlardan qaysi biri tog' funksiya deyapti. Xo'p, bunga -x qo'yadigan bo'lsam, minus chiqarib oladi oldinga. -x ni 5-chisi, bu ham daraja tog' bo'lganligi uchun minus chiqarib oladi. +8x3, bu ham minus chiqarib oladi. -12x. Xo'p, qarasam endi har biridan minus olib chiqib ketsam, x ni 5-chisi -8x3 +12x. Ya'ni xuddi shuni minusga to'g'ri kelib qoldi. Demak, bu tog' funksiya bo'ladi. Mendan o'zi tog' funksiyani so'ragan. Xo'p, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, nima ish bo'ladi? Xo'p, daraja juftligi uchun minus chiqarmaydi, 5x². Bu ham daraja juft, -3x ni 4-chisi -2. Demak, suratdagi berilgan funksiya juft funksiya ekan. Mahraj daraja tog' bo'lyapti, hech qanday solom qo'shilgani yo'q. Demak, bu minus chiqarib oladi oldinga, bu ham minus chiqarib oladi. Demak, xuddi shulardan minus topib chiqib ketadigan bo'lsam, dastlabki berilgan funksiyani minusiga to'g'ri kelib qoladi. Demak, bu ham tog' funksiya hisoblanadi. Xo'p, bunisiga e'tibor bersak, mana bu tog' funksiya, tog' funksiyaga son qo'shilyapti. Bu nima bo'ladi? Bu juft ham, tog' ham emas. Xo'p, bu misolga e'tibor beradigan bo'lsak, kvadratni ko'tarib chiqsak, 16x², xo'p, plusdan 24x +9. Minus asarqa kezirsam, 16x² -9. Mana bular ketdi. +9 dan ham ketdi. Demak, nima qoldi? 24x. Bu esa minus chiqarib oldinga, bu tog' funksiya bo'ladi. Bu ham tog' funksiya hisoblanadi. Xo'p, kosinus x juft funksiya, buni bilamiz. Ya'ni bu yerga yozib qo'yaman. Kosinus -x teng bo'ladi kosinus x ga. Sinus esa tog' funksiya, ya'ni sinus -x minus chiqarib oladi-da, sinus x ko'rinishga kelganligi uchun bu tog' funksiya hisoblanadi. Bu minus chiqarib oladi.
Hop, x kub minus qo'ysin. Minus x kub, bular esa plyusga aylanib ketdi. Demak, bu dastlabki berilgan holatga qaytib qoldi. Bu juft funksiya hisoblanadi. Xo'p, demak, bu funksiyaning juft sifat topligi degan mavzu yakunlandi. Qolganlar shu bilan bir xil hisoblanadi.